Koreyslarning hayoti shunday zerikarliki, eshitib jinni bo'lishingiz aniq. Bunaqa hayotda hech qachon yashaolmassiz siz. Videoga like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Like bosib ko'ring. Tekno, bu koreyslarning hayoti nimaga zerikarli bilasizlarmi? To'ba, hayron qolaman. Hech bir-birini g'iybat qilishmaydi. Kim qanaqa kim kiyib olgan, kim nima qilyapti, ishi yo'q bir-biridan. G'alati-yu bu. Bir-birini g'iybat qilmay qanday yashashar ekan bular? Ana qiz nimaga erga tegmayapti, ana bola nimaga uylanmayapti? Ishi yo'q, to'ba. Ana bola zo'r mashina olibdi, ashimdan do'st bo'laman, ashanga erga tegaman deyishmaydi. Mashina bularcha oddiy temir ekan. Puli borga ham, mashinasi borga ham bir xil muomala qilishar ekan. Shu ham hayot oldimi? Mashinasi borga zo'r gapir, muomala qil. Qanday yashashni bilishmas ekan bular. Odamlar uchun bunaqa mushakbozliklar bo'lar ekan. Bunga qancha pul ketadi-ya? Nima qilishadi bunaqa? Qizig'i bularda pora degan narsa yo'q ekan-ya. G'alati anchagina. Ko'chalarda bayramlar, konsertlar bo'lar ekan. Aygu, chincha motsaro. Telefonlar oddiy matoh ekan, ayniqsa iPhone'lar. Bular iPhone'ning hurmatini qaydan bilishardi? Aygu-ya. Oddiy ishchilarga ham kuniga $100 pul berar ekan. Eng qizig'i pul uchun bir-birini aldashmas ekan. Oyliklar hammasini vaqt-vaqtida berishar ekan. Uyat. Bularda iymon yo'g'i, insof bor ekan. G'alati anchagina. Bular qanday zerigal hayot yashashadi-ya? Siz shunaqa hayot yashagan bo'larmidingiz? Kommentga yozing. Kimdir bo'lmasangiz like bosing, podpiska tashlang. Olg'a.